Diqqat xalqim, tezkor xabar. Ertadan boshlab O'zbekiston hududlarida 3 kun davomida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'ring, shunda 10 ming so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'zbekistonda 28, 29 hamda 30 avgust kunlari respublika bo'ylab asosan ochiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Biroq dam olish kunlariga borib issiq havo oqimining qayta kuchayishi kutilmoqda. Haftaning oxirida janubiy va cho'l hududlarda maksimal haroratlar 40 darajagacha ko'tariladi. O'zgidromet ma'lumotlariga asosan 3 kunlik batafsil ob-havo ma'lumoti. 28 avgust juma kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar miqyosida, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo kam bulutli va ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat mo'tadil issiq 34-36 daraja atrofida bo'ladi. Kechasi esa 18-21 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida cho'l hududlarda shamol kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Kunduz kuni harorat 37 daraja 40 darajagacha ko'tariladi. Janubiy viloyatlar Qashqadaryo va Surxondaryo. Kunduzi havo harorati maksimum 34-41 daraja atrofida issiq bo'ladi. Shimoliy hududlar va Farg'ona vodiysi mutlaqo yog'ingarchiliksiz va quyoshli ob-havo saqlanadi. Kunduz kunlari +33-35 daraja atrofida bo'ladi. 29 avgust shanba kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar miqyosida issiq kuchaya boshlaydi. Kunduzi harorat 35-37 darajagacha ko'tariladi. Kechasi esa 19-23 daraja salqin bo'ladi. Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlarida dam olish kunining boshida harorat ko'tarilib, kunduzi harorat 38-40 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Janubiy viloyatlarda esa quyosh va jazirama ob-havo. Kunduzi havo harorati 41 darajagacha yetadi. Tog'li hududlar kechasi va tongda ancha salqin, 10-14 daraja atrofida bo'ladi. Kunduzi esa 27-31 daraja iliq ob-havo kuzatiladi. 30 avgust yakshanba kuni Toshkent shahri va markaziy viloyatlar hafta oxirida eng issiq kun bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi havo harorati 36-38 darajagacha ko'tarilib, kunning ikkinchi yarmi jazirama bo'ladi. Farg'ona vodiysi, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ochiq va quyoshli osmon. Kunduzi harorat 35-38 daraja atrofida bo'ladi. Janubiy va cho'l hududlar ekstremal issiqlik sharoitlari seziladi. Kunduzi harorat 40 daraja 41 daraja atrofida va undan yuqori ham bo'lishi mumkin. Cho'l zonalarida va Qoraqalpog'iston Respublikasida kuchli shamol tufayli chang to'zonlar ko'tarilishi ehtimoli bor. Yaqin 3 kun ichida respublikaning tekislik hududlarida yomg'ir mutlaqo kutilmaydi. Havo ochiq, havoda tadbirlar o'tkazish uchun ideal ob-havo bo'ladi. Kunduzi quyoshda uzoq qolmaslik va ko'proq suv ichish tavsiya etiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.